Salam ekran aldagi to'rdoshlar, Tarım Navasi programmasi orqali yana sizlar uchun xizmat bo'lganligimdan to'liq xursandman. Didor G'animat. Men program riyosatchisi Mayra Qurban. Ko'rayotganlar Shinjang Ko'nak fan texnik cheklik shirkati ko'rgan media ishxonasi tarqatgan Shinjang Saray yemak-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajribaligidagi Tarım Navasi programmasi. Programmamizning bu aloyisani taklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Ahmadjon Imin. Ahmadjon, programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Sizga rahmat. Suhbatimizni boshlashdan avval ekran oldidagi do'stlarimizga salmomingizni bir yo'llab o'tamsiz. Yaxshimisilar ekran oldidagi keng ko'rmanlar. Hammalarning har joy vaqtinglar xayrli bo'lsin. Naqshi do'stinglar Ahmadjon Imindan sizlarga muhabbatli salom. Rahmat. Suhbatimizni bunday o'ngishli boshlab oldik. Ahmadjon, siz kichikingizdan boshlab shu naqshi muzikaga bo'lgan qiziqishingiz tufayli shu naqshi muzika kasbida sistemlik tarbiya ilib shu sohaga qadam qo'yganmi va yoki oiladagilaringizningki atrofingizdagi muhitning ta'siridan shu naqshi muzika qiziqib qolganmi? Men bir narsani bildik bo'lsam, bizning uyda dadam bilan onam shu naqshi muzika bilan shug'ullangan. Biz odatdagi vaqtlardami uyda naqshi muzika uzilib boqmagan. Men cho'ng bo'lsam oilamiz shunday oila ekan. Shu onam dadamninki to'rtkisida mushkasib qiziqqan, lekin ma'lum sabablar tufayli sistemlik tarbiya etib boqmagan. Faqat o'zimning qiziqishi bo'yicha davomlashtirib kelyapman. Unda bo'lsa sizningki oiladagilaringiz shu naqsh muzikaga yirisman, san'at suyar kishilar ekanda shunaqa qo'ya. To'g'ri. Nos Ahmadjon, sizningki ijodiyatlaringiz to'g'risida bir paranglashib boqamdik. Bo'ldi. Men shu naqsh muzikaga qiziqib hozirgi kemicha o'zimizningki dangli cho'lponlarimizning naqshlarini aytib, shu orqali asta-asta ijodiyatga qadam qo'yib, o'zim ancha-muncha she'rlarni yozib, ohanglarni ishlab, lekin aytadiganға imkoniyat bo'lmay, xalqimizga sunolmay qolgan ma'lum sabablar tufayli. Endi shu programma orqali o'zimning yaxshi ko'rgan bir naqshani olib keldim. Bir xalqimizga yoqsa ekan degan umiddaman. Bo'ldi, unda biz ekran oldidagi do'stlarimiz bilan bugun olib kelgan naqshingizni tang anglab boqamdik. Bo'ldi. Gelsen gülüm, bugün yenim var. Söygümdün urun ben, herip dilim var. Söygünüm seni, şunca sevimde. Bir haber günlerde seni izledim. Söygünüm seni şunca sevimde. Bir haber günlerde seni izledim. İzledim gülüşünü, izledim bakışını. Ömürlüğüm seni izledim, izledim gülüşünü, izledim bakışını, ömürlüğüm senin, seni izledim. Arman bulup bana görgen çüşleri, gözlerimden akar sevda yaşları. Orman canan gülhanımdı, bir haber günlerde seni
izledim Durun al canan Gümülhanemdi Bir haber günlerde Seni izledim İzledim gülüşünü İzledim bakışını Ömürlüğüm seni izledim İzledim gülüşünü İzledim bakışını Ömürlüğüm seni izledim İzledim gülüşünü, izledim bakışını, ömürlüğüm canım seni izledim, izledim gülüşünü, izledim bakışını, ömürlüğüm canım seni izledim ömürlüğüm canım seni izledim Ahmetcan to'lim yaxshi bo'lgan bir naqshni olib kelibsiz. Naqshingizni bek yoqtirdim. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Ahmetcan siz mush naqsh kasb bilan shug'ullanayotgan qanchalik bo'ldi? 20 yillardan oshdi. 20 yil uzoq bo'libdi. Unoq bo'lsa Ahmetcan, siz mayli naqsh etish jihati bo'lsin va yoki mushu ijodiyat jihati bo'lsin, mush 20 yil musofa bu oz musofa emas, shundoq qo'naydi. Uzun bir bo'lgan mushkul jarayon. Mushu jarayonda balkim nurg'ulg'an qiyinchiliklarni, nurg'ulg'an issiq sovuqlarni boshdan kechirgan bo'lishingiz mumkin va yana shundaqla atrofingizga nurg'un mehr muhabbatli kishilarning yordamiga erishgan bo'lishingiz mumkin. Bayam deb o'tdingiz, men bu naqsh musiqa kasbida sistemli tarbiya olmagan deb. Chuqum siz bir naqshni bir sahnaga olib chiqish uchun, mayli o'zingizning qilayotgan kasbini yaxshi qilish uchun shu sistemli tarbiya olganlardan bir baldoq yuqori turmasangiz, bir baldoq yuqori o'rlamasangiz, yana shularga qaraganda texnik tirishib o'rganmasangiz bo'lmaydi, shunaqku. To'g'ri. Mushu 20 yillik san'at hayotingizni, musobaqalaringizni, boshdan o'tkazgan issiq sovuqlaringizni ekran oldidagi do'stlarimiz bilan tang bir o'rtoqlashib baqqandik. Buni deb kelsak, hammasi bek uzun bir jarayon hamda. Lekin shuning ichidami dijga tegishli bo'lgan qisqacha bir tunishtirishlar qilib ketay. Mushu bu kasbga qadam qo'ygandan tortib hozirgi kemgacha qiziqishim shundoq yuqori bo'lsa-mu, lekin yuqorilab o'qish fursati bo'lmagandan keyin nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchirdik, haqiqatan kamsizliklarga uchirdik. Yana shundoqdimi atrofimizdagi nurg'un yaqin do'st birodarlarimizning qo'llashi ostida bu programmaga olib kelgan mush naqshnimi 1 yil oldi keyin bo'ldi. 1 yil oldi keyinda aram mush sahnaga chiqdek qilib bugun aram mishaga olib keldik. Mush munosabatda men mush naqshamninki ro'yobga chiqishiga kuch chiqargan Nuraliya Erkin va Iskandar Aziz qatorliq do'stlarimga chin ko'nglimdan samimiy rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Uningdan boshqa mening jafoyimni tatib beqib qator qo'shgan ota-onamga va shundaqla urug' tuqqanlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Rahmat. Sizga ham rahmat. Bu shu fursatda ekran oldidagi do'stlarimizga shundoq bir gapni degim kelyapti. Bizning Tarim navosi sahnamiz mana bu shundoq bir sahna. Ko'nglimizga davoldigan, ko'nglimizdan mehr muhabbatimizni, rahmatimizni bildiradigan kishilarimizga rahmatimizni bildira oladigan, ularningki ajriga javob qaytara oladigan, o'zimizningki talantini, ijodiyatlarini
tükelaydigan mana shundaq bir yaxshi sahna bo'ldi deb o'ylayman. Sizningki shu Tarım Navasi programmamiz qarta qandaq bir taklif fikrlaringiz, qandaq bir ko'ngil so'zlaringiz bor? Meningcha bu programma nihoyat bek yaxshi yo'lga qo'yilibdi. Men intayin xush bo'ldim. Bu programmaning yo'lga qo'yilganligiga intayin suyundim. Bu programmani yo'lga qo'ygan Ko'nak Pan texnik cheklik shirkatiga va shundaqla sizga, shu xizmatchi xodimlarga hammalarga chin ko'ngildan rahmatimni bildiraman. Bizga o'xshash naqsh etqusi bor, yurgida o'ti bor, naqshni yaxshi ko'radigan do'stlarimizning mush sahnaga ko'plab qatnashishini, shundaq yaxshi fursatdan tang bahramlanishni barliq do'stlarga tavsiya qilaman. Rahmat. Rahmat sizga Ahmadjon, biz ham sizga o'xshash qo'llovchilarning yordamidan ayrilib qolsak bo'lmaydi. Sizga ham rahmat. Bizningki shu Tarım Navasi programmasidagi barcha xizmatchilar nomidan sizning bundan keyingi ekran hayotingizdagi texnik utuqliq bo'lishini, oilangizning texnik ko'ngillik, baxtli bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat sizga. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, vaqt e'tibori bilan Xinjiang Ko'nak Pan texnik cheklik shirkati ko'rgin media ishxonasi tarqatgan Xinjiang Saray yemak-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajribaligidagi Tarım Navasi programmamizning bu alayda sonini bu yerda oxirlashtirish oldi turibdimiz. Ekran oldidagi do'stlarimizning bizni qo'llab-quvvatlashini va shundaqla qimmatli taklif fikrlarni berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Men sizlarni Tarım Navasi programmasida saqlayman. Tarım Navasi programmamizning keyingi sonlari texmi rangdor, texmi sarxil. Sizlar sonni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.